eng keng tarqalgan panellar Jinko Longji Trinasolar. Ha, hamma Jinkoni so'raydi, lekin Jinko degan yozuv ostida har xil brenddagi panellar ham kelayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun panelni originalligini tekshirish har doim muhim hisoblanadi. Keling, kichkinagina eksperiment qilamiz va originalligini tekshirish bo'yicha 1-2 ko'rsatmalar berib o'taman. Demak, panelni tekshirishda birinchi joyi bu orqasidagi pasporti. Pasportda hamma ma'lumotlar bo'ladi va uning yonida QR kod bo'ladi. QR kodni telefonimiz orqali skaner qilgan paytimizda mana panelning originalligini tekshirish mumkin bo'ladi. O'sha paytda ozroq kutadigan bo'lsak, Jinko kompaniyasining mana rasmiy saytiga qaysidir ma'noda kirib keladi. O'sha saytda inglizchasini bosadigan bo'lsak, panelda mana TÜV sertifikati, UL sertifikati va paneldan foydalanish bo'yicha instruksiya bo'ladi. Masalan, TÜVni bosadigan bo'lsak, вот mana загрузка olishimiz mumkin yoki bo'lmasa manualda bosadigan bo'lsak, panel haqida umumiy 27 varaqlik barcha ma'lumotlar yozilgan bo'ladi. Mana shu dannelar orqali panelni polsiy ma'lumotlarini bilib olish mumkin. Lekin bu pasportni ham odamlar qalbakilashtiryapti, ya'ni har qandayini bosib ketish mumkin. Shuning uchun Jinko kompaniyasidan masalan alohida shtrix kod chiqadi. Bu Longjida ham bo'ladi, boshqa panelda ham bo'ladi. Aynan mana shu shtrix kodni bizda maxsus o'zining sayti bo'ladi. Saytiga kiramiz va saytiga kirgandan keyin mana shu joyini skaner qilishimiz kerak bo'ladi, shtrix kodini. Xo'sh. Razрешить beramiz. Va o'sha shtrix kodga borib biz skaner qilamiz mana. Skaner qiladigan bo'lsak, mana o'sha shtrix kodni kodi keladi yoki o'zingiz yozsangiz bo'ladi. Keyin tepaga chiqib country belgilanadi. Bizda countryda O'zbekistonga boramiz. O'zbekistonni bossak tanidi. Endi mana shu yerda ko'pchilik adashadigan joyi bor. Kod so'rashadi. Mana kod 7322. Kodni kiritamiz. 7322 va bosdik. Poiskka. Hozir ozroq kutamiz. O'sha paytda agar bizga ekranda bu panel O'zbekistonga rostlanib sotilganligi va tan olishi bo'ladigan bo'lsa, to'liq ma'lumotlari chiqib keladi. Demak, mana panel haqida umumiy ma'lumotlar kelib chiqdi va bizga aytayapti, bu panelni biz tan olamiz va O'zbekiston yuborgan, O'zbekistonga sotilgan mana va O'zbekiston uchun polniy Jinko 615 wattlik panel ekanligini va A klassdagi panel ekanligini va Jinko produksiya ekanligini to'liq o'zi isbotlayapti. Do'stlar, yana shunday qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun kanalga albatta a'zo bo'lib qo'ying va sifatli mahsulot tanlashda adashmang. Xo'sh, sizda qanday chiqdi? Albatta tekshirib bizga yozib qo'ying, originalmikan, original emasmikan. Yana bitta savol. Yana qaysi brenddagi panelni originalligini tekshirib ko'rsataylik. Albatta yozamiz.